Salom do'stlar, sizlar bilan yana Asal Coder. Bugun biz mana bu kompyuterimizni keshi, ya'ni to'lib qolsa, uni qanday qilib oson tozalashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni YouTube'da video darsliklar juda ham ko'p. Hamma har xil uslubdan foydalanadi. Biz esa bugun RAMmap, ya'ni dasturidan foydalanamiz. Ya'ni RAMmap dasturimiz o'zi aslida mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni dasturimiz asosiy keshni tozalash, ya'ni keraksiz ilovalarni o'chirish va yana hokazo, ya'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda bu keshimiz yig'ilib qolganligini qayerdan bilamiz desangiz, keshni mana bu yerdan, ya'ni mana bu yerga olib kelib kursorni Task Manager degan bu dasturga kirib olamiz. Windows o'zini Task Managerga kiramiz. Mana do'stlar, kirdik. Tak, mana prosta qo'yishimiz uchun mana qo'yib oldik. Ana endi bizga tak performance degan, ya'ni agar sizda inglizcha bo'lsa performance bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha memory deb turgan bo'ladi. Tak har xil yozuv. Xullas mana shu bo'limga o'tamiz. Keyin mana bu bo'limdan mana memory, ya'ni o'sha xotiralar degan joyida mana bu bo'limini bossak, mana bizda ya'ni xotiramizni ko'rsatib turibdi. Mana bu yerda bizni mana bu cache deb qo'yibdi. Mana bu joyi 709 gigabayt. Ya'ni bizda 709 gigabayt cache yig'ilib qolgan. Buni o'chirish uchun, tozalash uchun RAMmap dasturiga o'tib turib, empty degan joyni bosamiz va mana bu 4-bo'limga o'tib turib, empty standby list ana shuni bosamiz. Standby list bosganimizda hozir mana ko'rib turishingiz, qarashingiz mumkin. Mana bizda уже cache yo'qoldi. 8 gigabaytlik keshdan mana 839 megabaytga tushdi keshimiz. Ya'ni keshni tozaladik. Mana yana bir marta bosib olsak, mana keshimiz tozalanadi. Boshqa masalan work and sets, ya'ni o'sha setaplardagi internet keshlari bo'lsa, o'sha brauzerlarniki, uni ham tozalasa bo'ladi. Boshqa aytarlik o'zi hech qanday anaqa boshqa qo'shimcha bir funksiyalari yo'q. Bu dastur faqat o'sha keshlarni tozalash uchun ishlatiladi. Bu o'sha agar uni qayerdan skachat qilib olamiz desangiz, ya'ni Chrome brauzeriga o'tamiz. Ya'ni brauzerga o'tib turib, mana bu qidirish joyiga yozamiz. RAMmap deb yozamiz. Ya'ni mana bu RAMmap Microsoft Learning saytiga olib o'tadi va bu saytga bosib kirganimizda, mana bu saytga bosib kirganimizda mana bu joydan ko'k, ya'ni o'sha silka chiqib turadi, ya'ni yuklab olish, download RAMmap. O'zi 719 kilobayt, 1 megabayt emas даже. Boya ko'rsatganimdek mana shunaqangi ko'rinishga ega. Ya'ni sizga o'sha kompyuteringizda yig'ilib qolgan keshlar, musorlar bo'lsa, o'shalarni tozalashda yordam beradi. Bugungi videomizni shu bilan yakunlaymiz. Yana kerakli video darsliklarni chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Videomizni oxirigacha kuzating.
Tushunmaganlaringizni kommentariyada yozing, javob qaytaramiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.